vazirligimizda har lahzada uyg'on, har lahzada o'z mavzuida ma'naviy markaziy tadbir tashkillashtirilyapti. Nafaqat o'zbek adabiyoti, balki Markaziy Osiyo hamda Turkiy adabiyotimizda juda katta o'rin tutgan shoirlar hisoblanadi. Javob topadi. Adabiyotga oshna bo'lsalar, ustozimiz o'sha joyda ishlagan Sirojin shu vatanni quchog'i Zoman seminari bo'ldi. Halima opa shunaqa orista, shunaqa dilbar, judayam chiroyli, ham siyrati ham surati go'zal ayol edilar-dek. Shunchaki yozmoqqa bormaydi qo'lim, shunchaki yozmoqqa chidab bo'lmaydi. Shunchaki yozmoq bu shoirga o'lim.